Xo'p, kotellarimiz mashinaga sig'may qolibdi. Orqadagi eshigini shunaqa qilib ketish narushение emasmi? Bilganlar kommentariyaga yozib olinglar. Kommentariyalaring biz uchun juda ham muhim. Agar narushение bo'lsa, keyingi safar buni qilib yuklamaymiz. Agar narushение bo'lmasa, yuklayveramiz. Assalomu alaykum, Koteluz kanalining hurmatli tomoshabinlari. Bugun Farg'ona ko'mir qozonlar markazidan Namangan viloyatiga o'zimiz ishlab chiqargan milliy ko'mir kotellarimizni 5 donasini dostavka qilib beryapmiz. Atrofi utepленный, bez utepленный, har xil kotellarimizga qo'shib dimoxodlarimizni ham dostavka qilib beryapmiz. Mana 5 dona kimga kerak bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Farg'ona ko'mir qozonlar markazi. Xo'p, do'konimizda 20 xildan ortiq ko'mirli kotellar bor. O'zimiz ishlab chiqargan rushnoy, bunkerlik, rossiyskiy, turetskiy, termograf hammasidan bor. Bemalol aloqaga chiqib zakaz bersalar bo'ladi. Qish g'amini yozda emasang ko'rasan deb qo'ygan joy bor. Shuning uchun kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqinglar. Shunaqa qilib dostavkasini qilib beramiz. Videoga like bosib, ko'mirli kotel bilan tanishlaylik. Shu video jo'natib qo'yamiz. Qaysi kotelning narxi qiziq, kommentariyaga yozinglar. Xudo xolasa javob berishga harakat qilamiz.